15 yoshli jiyanini 20 million so'mga sotayotgan ayol qo'lga tushdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 11-iyun kuni Samarqand viloyatida 15 yoshli jiyanini 20 million so'mga sotayotgan ayol qo'lga tushdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, fuqaro Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi 2 nafar ayol voyaga yetmagan 15 yoshli bolani 50 million so'mga sotmoqchi bo'lib, pul talab qilayotgani bayon qilinib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan va mazkur ayol bilan o'rtaga bo'lib o'tgan videoyozuvni taqdim etgan. Ushbu ariza asosida 11-iyun kuni Samarqand tumani Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv bo'linmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ayoldan biri O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasi Samarqand filialida tarbiyalanayotgan jiyani uchun 20 million so'm olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135-moddasi odam savdosi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.